bugungi bo'lib o'tgan har bir tadbirimizda bizga bilim ulashgan insonlarga hammasiga rahmat kattakon. Mana shunaqa Hilol nashrni tashkil qiluvchilarga ham, ustozlarimizga ham avvalambor kattakon rahmat aytamiz. Chunki biz ilm o'rganishlikda to'xtab qolmaslikda va kelajakda har bitta farzandni oqilona onalari va mana shunaqa tarbiya bo'yicha har bitta narsani o'rgatuvchi ilmlar beruvchi kitoblarni bizlarga taqdim etib borayotganidan biz juda ham xursandmiz. Oldin bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Hozirda bo'layotganida juda ham xursand bo'lganligimizdan o'shani biz ham so'rab qolgan bo'lardik. Bunaqa ilmlar ulashishni juda kattakon, yana katta tashriflar buyurishlarini va kengaytirishlarini juda ham so'rab qolgan bo'lardik. Biz har bitta mana shu yerda ustozlarimiz ham juda ham yaxshi bilishadi, mana shu sotuvchilarning o'zlari ham yaxshi bilishadi. Hamma narsa juda ko'p kitoblar xarid qilib, biz uchun hayotimiz o'zgarishiga, har bitta nuqtai nazariga e'tibor berishligimizni va payg'ambarimiz siyratlarini o'rganishiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'rganishligimizda ham bizga juda ham katta foydali ilmlar va bilimlar berib kelishyapti. Yana so'rab qolganimiz shu bo'lardiki, tashabbusda mana shu bergan ustozlarimizni ham kelib biz bilan bilim va ilmlar o'rganishligini inshaalloh so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat, salomat bo'linglar hammalarga.